Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan fayl va papkalarni ruxsatlarini boshqarish darsini ko'rib chiqamiz. Bu Hexbox darsidan ruxsatlarni boshqarish darsiga to'g'ri keladi. Bo'lmasa boshladik. Birinchilikda ko'rib olamiz. Fayl va papkalarimizni mana bizga uning ma'lumotlari bilan chiqarib berdi, ya'ni fayllarimizni va papkalarimizni ma'lumotlari bilan chiqarib berdi. Ya'ni u qachon ochilgani, ichida qancha ma'lumot borligi, gruppasi, useri va nechtaligi ma'lumoti va oxirgisi mana bu ko'rgandik sizlar bilan faylni ruxsatlari deb o'tgandik. Ya'ni bir boshdan ko'rib chiqamiz. Ya'ni 1 2 3 txt faylimiz, uning ruxsatlari. Xo'p, ruxsatlar o'zi 3 ta turga bo'linadi. Birinchisi read, ya'ni o'qish. Write bor, yozish. Executable bor, u bajarish huquqi hisoblanadi. Ya'ni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni minus joylashgan yoki rv joylashgan. Shularni ko'rib chiqamiz. Ya'ni read degani mana o'qish, write yozish, x bajarish. Demak, birinchi boshdan ko'rib chiqamiz, bitta chiziqcha turibdi. Ya'ni bu birinchi qatordagi chiziqcha faylligini bildiradi. Bizga mana shu fayl yoki papka bo'lsa, mana shu chiziqcha bo'lganda faylligini bilamiz. Agarda u directory bo'lsa, yoniga d yoziladi. Shu orqali ajratib olishimiz mumkin va ular 3 ta guruhga bo'linadi. Mana bu papkamiz bo'yicha ko'ramiz. Ya'ni birinchisi bizga bilindi, ya'ni directory. Mana bu birinchi guruh. Ya'ni userimiz, ya'ni o'zimizga tegishli. O'zimizda o'qish, yozish va bajarish huquqimiz bor. Ikkinchi guruhimiz, ya'ni gruppa uchun tegishli. Unda ham o'qish, yozish va bajarish huquqimiz bor. Va uchinchi tomonimiz esa bu boshqalar, other. Ularga tegishli. Ya'ni ularda faqat o'qish, yozish yo'q, lekin bajarish huquqi bor. Ya'ni birinchisi faqat o'zimizda ishlaydigan, ikkinchisi gruppamizda ishlaydigan, uchinchisi boshqalarda. Ya'ni biz boshqa odamga tashlaganimizda ma'lumotlarni o'shanda ular ishlatishi mumkin. Faqat ularda ruxsat, o'qish ruxsati bo'lishi mumkin yoki yozish ruxsati bo'lishi mumkin yoki bajarish ruxsati bo'lishi mumkin. Uni yana qanday misol bilan keltiradigan bo'lsam, siz agarda Google dan yoki Telegram kanallaridan qandaydir Word variantdagi yoki Excel variantdagi ma'lumotlarni olganingizda, ular yozishni yoki o'chirishni o'chirib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni siz ulardan kopirovat qila olmaysiz yoki yoza olmaysiz. Ya'ni ular o'sha Windowsda ruxsatlarni o'chirib qo'ygan bo'ladi. Biz ana shuni ko'rib chiqamiz sizlar bilan fayllarni ruxsatlarini berish va ruxsatlarini o'chirish. Boshladik. Biz o'sha ruxsatlarni ko'rishimiz uchun ls-l komandasi orqali ko'ramiz. Mana bizga mana shu chiqarib berdi. Mana shu 1 2 3 txt bo'yicha ko'ramiz. Ya'ni bizda faqat yozish va o'qish ruxsatimiz bor, lekin bajarish ruxsatimiz yo'q. Ruxsatimiz bor, birinchi cat qilib 1 2 3 deb yozamiz. Mana alik salom degan yozuvimiz bor. Ya'ni ma'lumotimiz bor. Endi agarda biz o'sha o'qish ruxsatini olib qo'yishimiz mumkin, ya'ni chmod komandasi orqali. Chmod komandasi yoziladi va undan keyin kimga huquqni olishimiz yoki berishimiz yoziladi. Ya'ni o'zimiz uchun user u yoziladi va o'qish ruxsatini olishimiz uchun -r yoziladi. Ya'ni mana shu read o'qish huquqi bo'lganligi uchun read yoziladi va undan keyin faylimiz yoziladi. Ya'ni userimiz uchun o'qish huquqini olib tashlayapmiz mana shu fayldan. Olib tashlandi, ls-l orqali ko'ramiz. Mana 1 2 3 4 faylimizdan bizda o'qish huquqi olib tashlandi. Mana biz hozir cat orqali o'qib ko'rishimiz mumkin. Bizda xatolik beryapti, ya'ni o'qiy olmaymiz. Agarda o'sha ruxsatni qaytarib berishligimiz uchun yana chmod, ya'ni user uchun plus qilib r ni yozamiz va faylni tanlaymiz. ls-l orqali ko'ramiz. Mana bizga yana joylashdi. O'qish huquqimiz yana cat qilib ko'rishimiz mumkin. Mana
biz o'qiy olyapmiz. Agarda biz mana nano orqali birinchi yozib ko'raylik. Ma'lumot yozyapmiz. Hech qanday huquqlarni olib tashlaganimiz yo'q. Shunchaki nano orqali kirib ma'lumot kirityapmiz. Ctrl X, Y, Enter orqali chiqdik. Mana cat qilib o'qib ko'ramiz, ichida qanday ma'lumotlar borligi. Agarda endi biz yana chumut qilib userdan yozish huquqini olib tashlasak, biz yoza olmaymiz. Mana nano orqali kirishimiz mumkin, kiramiz. Mana file birikuvch is unwritable, ya'ni bu faylga yoza olmaymiz deyapti. Lekin ma'lumot kiritishimiz mumkin mana bunday qilib. Agarda biz uni saqlab chiqib ketganimizda ham saqlay olmaymiz. Mana error writing deyapti. Biz yoza olmaymiz. Shuning uchun saqlamasdan chiqib ketamiz va yana cat qilib o'qib ko'rganimizda u ma'lumotlarimiz joylashmagan bo'ladi. Bajarish huquqini ham berishimiz mumkin. O'zimiz uchun user plus x ls minus l orqali ko'ramiz. Mana bajarish huquqi berganimizdan keyin oddiy faylimiz ingichka yozilganda bajarish huquqidan keyin to'q rangga kiradi va bajarish huquqi qo'yiladi. Bu 3 ta birinchi qatorimiz, ya'ni 3 ta joylashgan joyimiz o'zimiz uchun va keyingi 3 talik esa guruh uchun tegishli bo'ladi. Mana shu tomon. Bajarish huquqini berdik. U agarda bizni dasturimiz yoki Python fayl yoki C++ fayllarimiz bo'lsa yoki Bash fayllarimiz bo'lsa, uni ishga tushirishimiz mumkin bo'ladi. Endi biz guruh uchun qilib ko'ramiz. Chumut guruh uchun g yoziladi minus write. Huquqini olib tashlaymiz. ls minus l. Ya'ni mana bu bizning guruhimiz. Agarda yana bitta guruhimiz bo'lsa, u mana shu faylda yoza olmaydi. Demak, undan biz yozadigan huquqni olib tashladik. Lekin u ham faylni yuklab olib, agarda o'zi ruxsat bermasa, u ham chumut orqali o'ziga ruxsat berishi mumkin. Agar yozish ruxsatini o'ziga qaytarib olsa, yozishi mumkin. ls minus l orqali mana ko'rishimiz mumkin. Yozish huquqini berdik. Bajarish huquqini ham berishimiz mumkin. Chumut guruh uchun x birikuvch faylimiz ls minus l orqali ko'ramiz. Mana demak guruh uchun barcha ruxsatlar bor. Endi esa boshqalar uchun others. Chumut othersda o minus qilib o'qish huquqini olib tashlashligimiz mumkin. 1 2 3 enter ls minus l orqali ko'ramiz. Mana. Boshqalar uchun hech qanday huquqimiz yo'q. Uchala joyimiz ham bo'sh turibdi. Endi huquqlarni berishimiz mumkin. Other uchun plus x ni beramiz. Bajarish huquqini. Mana. Boshqalar uchun bajarish huquqi qo'shildi. Yozish huquqini ham berishimiz mumkin bo'ladi. ls minus l orqali ko'ramiz. Mana yozish huquqi ketdi. Agarda biz barchasidan birdaniga huquq berib yoki birdaniga olishimiz mumkin. Mana hozir bizda o'zimizda yozish huquqimiz yo'q. O'sha yozish huquqini beraylik. ls minus l. Mana barchamizda hozir yozish huquqlari bo'ldi, lekin boshqalarda o'qish huquqi yo'q. Agarda biz barchasidan olib qo'yishimiz yoki qo'shishimiz uchun shunchaki a ni o'zini yozishimiz kerak. Minus w va faylni tanlashimiz kerak. A degani ol barchasidan. ls minus l orqali ko'ramiz. Mana biz barchadan yozish huquqlarini olib tashladik. Yozish huquqi yo'q. Endi bajarish huquqlarimiz ham bor. Chumut a minus x. Faylni olsak ls minus l. Ya'ni bajarish huquqimiz ham ketdi, barchadan ketdi. Mana faqat o'zimiz va guruhimiz uchun o'qish huquqimiz qoldi. Shu orqali ko'rsak bo'ladi ruxsatlarni berib va olib. Agarda buni yana bitta turi bor. Ya'ni shunchaki mana bu o'zimiz uchun user plus r deyapmiz-ku. O'zimiz uchun o'qish huquqini yozyapmiz.
Raqamlar orqali ham bersak bo'ladi. Ya'ni har bitta o'qish, yozish, bajarish huquqlari har qanday raqamlarga ega. Ya'ni birinchi R huquqi, ya'ni o'qish huquqimiz 4 raqamiga teng. Yozish huquqimiz esa 2 ga teng. Bajarish huquqimiz esa 1 ga teng. Ya'ni uchalasi 7 ni bildiradi. Ya'ni agarda uchala huquq ham bo'lsa, o'zimizda bermoqchi bo'lsak, 7 ni yozamiz. Agarda ikkitasini bermoqchi bo'lsak, 5 ni yozamiz. Va mana bunday qilib hozir ko'ramiz. Bu tursin. Chumut qilib raqamlar bo'yicha ko'ramiz sizlar bilan. Xo'p, o'zimiz uchun barcha huquqlarni bermoqchimiz. Barcha huquqlarni berishimiz uchun, ya'ni 4, 2, 1. Ya'ni uchalasini qo'shsak 7 bo'ladi. 7 ni yozdik. Endi ikkinchi raqamni yozishimiz uchun u guruh uchun bo'ladi. Ikkinchi guruh uchun faqat o'qish va bajarish huquqini qo'shamiz. 4 ga 1 ni qo'shamiz. 5. 5 yozildi mana. Agarda endi boshqalar uchun qo'shmoqchi bo'lsak, faqatgina 2 ta. 3 ni yozamiz. 753 bo'lyapti. Ya'ni o'zimiz uchun, guruh uchun va boshqalar uchun huquq beryapmiz. 1, 2, 3 degan faylimizga beryapmiz huquq. ls - l. Mana. O'zimizda barcha huquq bo'ldi. Ya'ni barcha huquqlar yig'indisi 7 ga teng. Guruhimiz uchun faqatgina yozish, o'qish va bajarish huquqimiz bor. Ikkalasini qo'shsak 5 ga teng bo'ladi. Guruh boshqalar uchun esa yozish va bajarish huquqi bor. Ikkalasi 3 ga teng bo'ladi. 753. Xuddi shunday qilib huquqlarni bersak bo'ladi. Yoki faqatgina bittasini berishimiz mumkin. Yozishni yoki o'qishni xuddi mana shunaqa qilib raqamlar bilan ham o'rgansak bo'ladi. Lekin biz uchun raqamlardan ko'ra shunchaki A plus yoki U plus qilib berganimiz osonroq. Chem hisob kitob qilgandan ko'ra shunisi yaxshiroq deb o'ylayman. Men misol uchun o'zimiz uchun berish uchun shunchaki o'qish, yozish, bajarish huquqini berib qo'yaman. 7 qo'shamiz 2 degandan ko'ra shunchaki yozib qo'yganimiz yaxshiroq bo'ladi. Aytgancha, like bosish va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslargacha ko'rishguncha